Akalar, sizlarni eshityapsizlarmi? Benzinli mashinalarga har xil cheklovlar qo'yiladi deb. Men sizlarga zo'r elektromobil ko'rsataman. Narxi ham arzon. Mana mana shu mashinani olsanglar, hech qanaqa cheklovlarsiz shahar libbo joyda yurasizlar. Zeleniy hududmi, boshqasimi, hammasida yurishingizga ruxsat bor. BYD Yuan mashinamizda 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi borig'i 50 ming kilometr. Kraskalari top-toza. Men sizlarga hozir bitta kuzovini aylantirib ko'rsataman. Hech qanaqa texnik ish yo'q. Akalar, olasizlar, xudo xolasa mazza qilib haydaysizlar. Zapas xoda zavodda 500 km yozgan. Где-то bir 400-450 ta yurib beradi. Mana qish sovuq kunlarida где-то bir 350 ta, 300 ta yurib beradi bemalol. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman akalar. Mashinamizning salonlari juda ham chiroyli ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda shipkalari, bu yoqda sidenalari akalar. Qarab haydab yurilgan mashina akalar, tayinlab, mo'yka qilib olib kelishmayapti akalar, ko'rishingiz mumkin. Sidenalari ham ozgina mana bu joyida kir bo'lib turibdi. Buni bitta parasholab, cho'tki qilib mo'yka qilib olsanglar, yengidek holatda bo'ladi. Qaralab, chizilib ketmagan akalar. Hozir men sizlarga bitta salonimizning orqasini ko'rsataman. Salonlarning orqasi juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda shipkalari. Akalar, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Biz bu mashinamizni sizlarga $19 ming ga beraveramiz.